Tünügün 4. ayının 13. günü Amerika'nın prezidenti Joe Biden efendim bilen Ukrayna'nın prezidenti Zelenskiy efendim bilen ikisi 1 saat telefonlaşkandan keyin Amerika'nın prezidenti Joe Biden efendim Ukrayna'ya 800 milyon Amerika dollары kıymetideki harbiy kural yarak yardım kıldığını jakalaptı. Bütün dünyanı hayran kaldırdığını, bu yardım kılındığın harbiy kural yaraklarının içinde hücum karakterlik en ilgar tipteki vertolyot aeroplanlar, uzun müsabıqaga zarba beradigan zentop zembirekler. Amerika hükümetideki hazırkı özgürüşler bolsa, Ukrayna'ya aslida özünü qoğdaş karakterideki kural yaraklarını yardım kılganken. Endi hazırdan başlap Amerika hükümeti Ukrayna'ya yardım kılgan kurallar bolsa, hücum karakterlik ve ağır tipteki kural yaraklarını öz içiga aladi. Demek Amerika taraf Ukrayna'ya yardım kılış usulunu özgertipti. Rusya bunun nispeten ağır raqobatga duch keldi. Bunda bo'lishdagi sebep Joe Biden efendim tünügü muxbirlarga bergan so'zi Rusiyanın Ukraynada ilib borgan qilmishlari irqiy qirg'inchilik fojialik ahvolni keltirib chiqadi. Bu demek Joe Biden efendim Rusiyaga nisbatan tüptün qarshi maydonga o'tganligini ifodalaydi ekan. Joe Biden efendimninki Ruslarga nisbatan irqiy qirg'inchilik qildi degan so'zning o'zi endi NATO organi Ruslar qarta harbiy hujum qilish ishiga ichildi deb qarashga bo'ladi ekan. Prezident Clinton davrida sobiq Yugoslaviya hukumati Bosniyaga hujum qilib irqiy qirg'inchilik ilib bordi degandan keyin NATO armiyasi Yugoslaviyaga 1 oydan ortiq bombardimon hujum qilish orqali Yugoslaviya hukumatini taslim bo'lishga majburlagan. Kuzatuvchilarning deyishicha, Yugoslaviyada yuz bergan ahvol Rossiyada qayta takrorlanishi mumkin deydi ekan. Rossiya Ukraynada irqiy qirg'inchilik qildi degan Joe Biden efendimning gapini anglagandan keyin muxbirlar savol so'rab, bu degan gaplaringga jazman qila olamsan deb so'rasa, Joe Biden efendimning muxbirlarga bergan javobi Ukraynada nurg'unlagan dalil isbotlar va Rossiyaning Ukraynada ilib borgan qabiy qilmish va fuqarolarni qirg'in qilishi haqiqatan Rossiya davlati Ukraynada irqiy qirg'inchilik ilib bordi deyishga bo'ladi. Rossiyaning maqsadi butun Ukraynaning xalqini yo'qotmoqchi. Bir millatni ikki xil usulda yo'qotgani bo'ladi ekan. Birinchi, bir millatning jismini yo'qotmoqchi bo'lsa, yana bir turi bo'lsa, bir millatni madaniyat tarafdan yo'qotish. Bunun bir misoli bo'lsa, Ruslar Qrimni besib olgandan keyin Qrimdagi Ukraynaliklarni sen o'zingni Ukrayna millati demaysan, Rus millati deysan. Agar sen o'zingni Rus millati deysan, bu Qrimda yashayolmaysan deb tadbir ishlatgan. Ukrayna millati Qrimda o'zini Rus millati deyishning o'zi bir millatni irqiy qirg'inchilik qilgan bo'ladi ekan. Demak, bir millatni jismoniy jihati yo'qotish, milliy madaniyat jihati yo'qotishning o'zi irqiy qirg'inchilik deb hisoblanadi ekan. Ruslar Kiyevga besib kirganda, Kiyevning atrofidagi yezlarda, Bucha degan yezlarda nurg'unlagan fuqarolarni qirib o'ltirib etgan. Ularning ichida bolalar, ayollar, buvaylar hech qaysi saqlanmagan. Hattoki o'ltirib etgan jasadlarning ostiga qo'l bo'misi qo'yib ketgan. Mana bu bir millatni jismoniy jihatdan yo'qotishgan. Ruslarning Ukraynada ilib borgan bu qilmishlari irqiy qirg'inchilikqa kirdi ekan. Shunga Joe Biden hukumati bundan keyin Ukraynaga hujum xarakterli qurollarni yordam qildi ekan. Havodan hujum qildigan urush aeroplanlari va ig'ir tipdagi qurollar Bronik harbiy mashinalardan tortib yordam qildi ekan. Bu demak Joe Biden hukumatining bundan keyingi Rossiyaga bo'lgan ko'z qarashi va pozitsiyasi butunlay o'zgardi degan gap. Hamda NATO armiyasi mo Rossiya davlati bilan urush boshlab ketishi muqarrar ekan. Amerika davlatining an'anaviy qoidasi bo'lsa, davlatlar bilan davlatlar urush qilgan vaqtida haqqoniyat davlatni qo'llab turadi ekan, lekin urushga kirmaydi ekan. Masalan, 1-Dunyo urushi, 2-Dunyo urushida dastlabda urushga kirmay, o'ttir maydonni saqlab turgan. Urushning oxirgi mezgilda hamda urushning natijasi ko'rinadigan mezgilda bu urushga qatnashib hamda urushda g'alaba qilib nurg'unlagan natijalarga erishir ekan. Bunun misali 2-Dunyo urushi portlagan vaqtida Amerika betaraf turgan. Urushning keyingi mezgili ko'ringandan keyin 2-Dunyo urushiga qatnashib Yaponiya va Germaniyani yengan. Va buning natijasida
Amerika devleti dünya boyunca en güçlü devletke aylanıp ketken. Ukrayna Rossiya urushini Amerika devleti bir mezgil kuzatib kelgandan keyin vaziyatning qayoqqa mangdiganligini muqimlashtirib, hamda bu urushga aralashish maydoniga atlangan. Hamda Rossiyani qog'oz yo'l vosita bekitib bo'lgan. Joe Biden hukumati jiddiy shaklda dünya bo'yicha oldingi qatorda turadigan Amerikadagi harbiy qurol yarog' ishlab chiqaradigan 8 cho'ng shirkatning bosh xo'jayinlarini Oqsaroyga chaqirib yig'in ochgan. Hamda navbatdagi urushga ilib boradigan eng ehtiyojli qurollarni ishlab chiqarishga buyruq bergan.